Hammaga xayrli kun. Bu biz zo'r joyga keldik. Umuman olganda bizda yaqinda yangiliklar bor. Buni kecha hafta test bo'yicha nazariy imtihonni o'tdik. Hozir esa Shahboz akam bilan biz avtodromga keldik. Aka nima gapi? Yaxshi, tinch olasiz. Yaxshi kivolingiz qiynalib. Rahmat. Endi mana shu yerda hamma avtodromda imtihonga tayyorgarlik ko'ramiz. Bizning rashodimiz bo'yicha taxminan bir 4 kun, 5 kunda obdon tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, to'g'rimi? Kunda inshaalloh tayyor bo'lasiz, xudo xolasa. Va bizani yangiligimiz shundaki, prava olamiz yaqinda. Oxirgi ikkinchi imtihonni o'tib olganimizdan keyin. Kuzatib boringlar, biz har kun tayyorgarlik ko'ramiz. O'ta olamiz ham yoki yo'qmi ko'ramiz mana shu 5 kundan keyin. Bizlar uchun eng qiyini, to есть men uchun eng qiyini bu parkovka. Men balonim qaroch tegish kerak ekan. Balonimda qayerganligi hisobiga mana normalga turibdi. Agar misol uchun narigi baloni mametroq bo'lganda, men bu yana ham buyoqroq bo'lganda sarosga chiqib qolardi, yiqilardim, to'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Moshina tekis bo'lganda parallel holat hisoblanadi. 2 minutda bajarib berishlari shart. 2 minut 1 minut vaqt ketyapti. 2 minut vaqt berdilar ekan, u qiyin ekan, nima narsa. Hozirgina biz vojdeniyamizni tugatdik. Boshqa rahmat. O'zingiz nima deysiz mana qanaqaman o'zi mana? Bo'ladimi menga qo'shni haydashga yoki tashlashim kerakmi? Haydab keta olasiz. Chunki o'g'il bola bor narsa, chem nolovoylarga qaraganda normal. Shanba kungacha prava olasiz degan umiddaman. Bugun bizda seshanba. Shanba kuni biz borib topshirmoqchi bo'lamiz. O'shangacha tayyorgarlik ko'ramiz. Avtoinstruktor Shahboz aka. Rossiyalar hammasi chotga olib ketadi.